Uchinchisi bu fizический harakat, ya'ni bu ko'proq ikkita o'sha farzandlarning ichida bo'ladi va ota-ona tomonidan bo'ladi. Ya'ni doim masalan yolg'iz uyda bu opasi, akasi, singlisi, ukasi bilan qolgan bolalarda bo'ladi yoki oyisi, adasidan kalta yesa. Agar urganimni etsang, oyimga, adamga men bundan mahrum qilaman. Mana bunaqa bo'ldi, jim bo'l. Men bu planshetimni beraman, nimadirni beraman deb qo'yishadi. Bola o'sha doimiy ololmaydigan narsani kaltayidan kelgan olishi mumkinligini tushungandan keyin xo'p deb jim bo'lib qoladi. Mana shu joyda katta bo'lganda uni turtkalashligiga, xafa qilishligiga, urishligiga qo'yib beradi. Chunki men agar mashinasiga qo'yib bersam, evaziga narsa olaman deydi. Ayniqsa bu bizda ayollarda juda zo'r ishlaydi. Erim xiyonat qilsa, erim ursa, men evaziga buni olaman deydi. Bu anglanmagan holatda bo'ladi, lekin po faktu masalan ko'rishimiz mumkin, doim eringiz bilan urushganingizdan keyin yoki nimadir bo'lgandan keyin siz qanaqadir foydaga erishasiz, yaxshilab o'ylab ko'rsangiz.